Yürek doktor, kardiyolog bo'lsin, nevrolog bo'lsin. Buni operatsiya qilish kerak. Yirtildimi? O'sha sразу operatsiya qilish kerak. Yechim bilan bezovta etib chiqadi. Mecbur geldi. Grijalarni, yine paxoy grijalar, diyafragmalni grijalarni İşelere implant koyacaksın. Şunun yerinde işeden nereden damar ötken nereden damarlar şuralarca göz tüpüredi, baparadi. Real Dünya YouTube kanalı men de hiç kadar gizli bir yaşlı bir uyarıp oturdum bolamaz. Ben uyarıdım bolsam medisinaya aralashib oturmadan yerim mi? Albatta. Kökürek meselesinden çıkıp duruptu. Bize yaş öğlenmeyen vaqt aytaradilar. Ey, çolaşkellere buradan bolsang içine sim sukadılayımın neyin deb. Şu ejmiyor mu? Ha. Şu ejmeyin? Ha, görüp konulayla. Ya açacakım işte uşağın vaxtında üzerine kaytıp geledi o ejmiyor. Assalamu alaikum Real Dünya'nın Real abunacılar, yaxşımızlar, tinchimizlar, tendarmısızlar, bağımızlar. Bize Kuvonch Şifa klinikasındayız. Kuvonch Şifa klinikasında qaysi kasalliklere şifa tapsa bo'ladi. İyi qulaylikların içi Kuvonch Şifa klinikası. Kuvonch Şifa klinikası Meşel'den Zanalni'nin svetoforuna qarab yurisiz. Zanalni'nin svetoforuna yetmin chap qo'lingizda. Gavharda o'tganingizdan keyin juda Kuvonch Şifa klinikasi bor. Bir de endi yotib davolansa bo'ladimi, yo'qmi? Qaysi kasalliklarni davolasa bo'ladi yoki operatsiya qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Şu hammasi sizlarga gösterib o'tib ketamiz. Videoni oxiridan ko'ringlar. Agar sizlarga shu video qiziq bo'lsa, muntazam har bölümni addin chiqarib boraveramiz. Misol uchun, yürek doktor, kardiyolog bo'lsin, nevrolog bo'lsin, yani terapevt, demi, shular hammasini bölüm addin video qilib boraveramiz. Buning uchun siz savol yozishingiz kerak. Qaysi endi avvalo sog' yuringlar. Lekin sizjon sizning qaysi kasallik bo'yicha nov bezovta qilib turibdi. Shu narsalar yozsangizlar, shuni chorasini bir qaysi bölümü yani addil, qaysi addil şu kasallik bo'yicha shug'ullanadi. Hammasini bilib boraveramiz, aytib boraveramiz. Nechasi bo'ladi? Nov chora topsa bo'ladi. Analiz necha so'mini ne gap bo'ladi? Hammasini o'tida tushuntiramiz. Videoni oxiridan ko'ringlar, kanalga podpiska bosib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyangizni kutamiz. Ketdik Girikkani. Oblastnoy elektrosvetni doğrusu desem ham bo'ladi. Yo'llar yanında Oblastnoy elektroset. Forma yarashibmi? Shu addin yozib qo'yinglar. 3 kun neye borganman, repetitorga borganman. Kimya, biologiya bo'yicha doktor bo'laman deb. Uydagilar doktor aytishadi, lekin o'ngar o'lmadim. Bu yerda endi o'ngargan doktorlar bor. O'qigan doktorlar shu yerda bor. Biz dinlemas. Biz yani Farruh doktorumuz kutib oldi. Siz nima ishlatasiz bu yerda? Anesteziologman. Bu da gen narkozçu da yani. Ha yaxshi. Bir de bize option qaysi bölümler bo'ladi? Mesela unda operatsiya bo'ladi, narkozçu bo'lsangiz. Men narkoz beramiz, operatsiya. Yo'q, operatsiya qilsa bo'ladi qaysi bir kasalliklarni. Quloq, yani lor degan bormi bu yerda? Lor bor. Yurak bo'yicha. Kardiyolog bor. Boring. Xo'p, buni option gösterib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Boshliq yaxshimi, sog'ligingiz yaxshimi? Salomlashmang ketdi demasin, to'g'rimi? Siz jonlingiz nima muammo bo'yicha keldingiz? Bilabayda tish ko'diryapmiz. Implantlar tish ko'diryapmiz. Ha, stomatologiya bormi bu yerda? Ha, implant tish ko'diryapmiz shu yerda. Ha, uni. Bu yaxshimi aka, implantlar? Yaxshi, va, yaxshi qo'yib qo'yibdilar, endi yaxshi. Ha, yaxshi. Qachon keldingizlar bu yerda? Buyurmi? Bir ikki ay bo'ldi, ikki ay bo'ldi. Bir iki ay oldu başlayalımız. Ha, iki ay oldu ismi? Hava, Bu ne iki ay şunca? ah köpek bitiş gerek ya yet. İmplant, kazık. Ha. Bu boladığını vermek o implant yani? O yüzden içiniz gibi oladı da değil lako. Ha. Hazır implantlarını koyup tarazı yeten. He, başta yani demirini koyadı. Demir koyarak o kendin bitiş boladı. 2 ayda keyin üstüne koyadı onu. Hava. Şu Mart'ta koyduruyordum başına. Ben etlerken bir ay bulmadı. Bitkenlik koyadılar. Peske koyadılar indi. Bunun bir her hili var dedi onu. Bilinmez bizim. Amerikanski dedi, yine bir nese dedi. Şu bilinmez. Şu koydur. Bu ağrıtamın çıkıyor bunlar ki. Ya ağrık sezmeysiz ya okul menen ne o yattı. Abi okul olsam ağrımadı mı? Ya bilmedim. Doktorlar normal değil mi? Hava Begzat. Eli yengil mi? Hava kol yengil. He onda ya. Begzat balam koyatır. Ha, Begzat mı adı? Begzat. Ha, indi adı Begzat olsa yaxşı yaman bala olmuyor. Hava yaxşı bala. Adı Begzat olsa yaman olmuyor. Onda yaxşı. Başka bir tavsiye edersin bu doktorlarını? Hava yaxshi. Hava Misal doktor, eli yengil doktor karabilen bolsa, diş doktor karabilen. Yaxshi. Hava yaxşı emmesi. Nede sözüyüz? Bize bağattan. Boğat nerede? Kirop. Kirot'tan mı? Ha, onda yaxşı. Üzümlülere hareket başlandı mı? Hava üzümler psikiyatrinde var. Hem malades.
Bozun. Reyhanda bolsa hemmemize yaxşı. Yaxşı sağa gittik. Yaxşı. Neçe dana diş basatır? Hazır peske 11'de koyatır. Indi bilmə beletine. Kalipte bilmədik indi kalipte. Ha, indi bilmedi o. Ha, yaxşı. Koyatlar bir şöyle peske. Indi beletçe koyadı. Malades. Yaxşı. Evet, Yaxşı. 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 Yaxşı, Canın sağ sağ ol, olsun. yaxşı, sağ ol, Yaxşı. 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 Bu registrasiya. Ben adı familiyamni aytaman. No. Pasport. So'rashib shudaki. Pasport bilan kelishim kerak lekin. Al, pasportga kelasiz. Keyin endi общий hisob kitob bo'laveradi keyin. Oxirida. Oxirida. Tushunarli. O'zi ish vaqti necha hissada? Ish vaqti azangi 9dan shu gacha chaldi. Xudo. Quvonch shifo. Azangi 9dan kechki 5-6 chaldi bo'ladi. assalomu alaykum. Ha, bu yanda doktorlara günlük 3 o'rta tuttu bulayım. Ha, muolajaxonasi, yotib tutuq kasallanasiz. Ha. Tushunarli. Bir de birinci etajda asosan hamma doktorlarmi bular? Bir de palatalar, doktorlar pastda turadi. Doktorlar pastda bular, palatalar. Demek yatsam bo'ladi bu yerda. Yotsa bo'ladi. Tepadan palatalar bor. Yatib davolanadigan yeri bor. Havo tepada. Tushunarli. Hisob kitob endi sizni ko'mtadan kasalligingizdan kelib chiqib bo'ladi. Oxirida bor. Nima shu? Operatsiya mesela bor. Uzuxonamiz. O'zi ham bor bu yerda. Uzi ham bor. Ha. Kim o'zi ichiradi kim? Salomat aka. Salomat akami? Yaxshi. Göz o'tkirmi axir? No. Abi şunu soruyorlar ko, gözleri uzu içime ekan deydi ko. Salomat akani biladi onlar bo'lsa yozib qo'yinglar. Bek Po'latog'ni ko'pchilik odam taniydi, dermatolog, endi asosan shu siniq, suyak bo'yicha ishlaydi. Avvalgi üzerimizin doktor bu. Qachonki? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Ishingiz yaxshimi? Doktor size ish petlashgan, daqsam. Yaxshi. Obunachilarimiz ko'rib o'tiribdi, necha odamni yani dardine shifo bo'lgansiz dedi-ku. Doktor deb ko'rib o'tiribdi, salomlashib bering. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi, doktor? Rahmat. İşsiz. Siz ikki og'iz suhbatingizni olsak bo'ladimi? Bemalol. Vaqtingiz bormi? Bor. Bir de o'tiramizmi, bu yoqda o'tiramizmi? Yo'q, farqi yo'q. O'tiringiz, joyingiz o'tiravering. Yaxshi. Shu kursini olaman da yozib o'tiraman. Bo'ldi, Doktor yana. necha yuzingiz? Rahmat, Xudoga shukr. Sog'lik necha? Yuzingizda sog'lik necha? Ajoyib, yaxshi. Doktor sizdan zo'ri yo'qdir dedi-ku. Ko'proq qaysi kasalliklar sizni yana keltirib shuni aytib o'tib ketsak, keyin Quvonch klinikasi do'stlar ikki og'iz aytib o'tib ketamiz. Bizda hozir eng ko'p qilinadigan operatsiya tizza bo'g'imi patologiyalari. Ha. Chanaqson bo'g'imi patologiyalari. Men o'zi yirik bo'g'imlar bilan shug'ullanaman. Ha. 2014-yilda shu yangi operatsiya usullarini xarizma aytganman. Hozir bir necha shahidlarimiz bor, Oblostoy Vaysada bor shahidlarimiz. Ha. Chasli klinikalarda bor, bir yillikda shu ishlatib turibmiz. Shu tizza bo'g'imi artroskopiyasi, endoprotezlash degan operatsiyalarni o'zi xarizma men aytganman. Ha. Hozir endi shu operatsiyalarni qilib turibmiz. Endi rivojlantirib boryapmiz. Oldin menskektomiya qilar edik. Hozir oldingi bussimon baylam, orqa bussimon baylam, yonbosh baylamlarni daqamiz hozir. Endi hozir yelka artroskopiyasini boshlayapmiz. Shuni rivojlantirib boryapmiz. Ha. Qarang, ish vajingizni olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Qarang, doktor ishi ko'p odam aytadi endi. Ha. Men ham eshitib beryapman, aytaman-da. Ishi Coviddan keyin suyak yemirish degan narsa ko'paydi deydi. Endi xalqning ichida boy gapni aytib turibman. Ha. Shunday holatlar bo'yicha avvela qaraganda shu Coviddan oldingi vaqtda qaraganda u Coviddan keyin rostdan ko'paydimi shu vajdan? Endi Coviddan keyin qon aylanish buzilishi, qonni quyuqlashi natijasida shunda mikrotomirlar diqilib qoladi-da. Asosan chanaqson bo'g'imida yemirilishlar kelib chiqadi bundan keyin. Endi hozir endoprotez qo'yishlardan ko'payib ketdi shu Coviddan keyin. Evet, ko'p qo'ymas edik. Hozir endi ko'p qo'yilib turibdi. Tizza bo'g'im patologiyalari ham ko'payib ketdi shundan keyin. Ishi tutadi-da, ishi. Dizni yo'q. Dizni yemirilishning asosiy sabablari bir de travmalar bo'ladi yoshlarda. Yoshlarda travma bo'ladi. Travma natijasida shu ikki suyakning o'rtasida turgan podushkalar yirtiladi. Yiriklar. Shu bu menisk deb aytiladi. Yana bunda yana tashqi menisk, ichki menisk bo'ladi. Buning asosiy vazifasi amortizator bo'ladi-da. Bu. Shu amortizator ketgandan keyin bo'g'imning ichine giradidan bu shu gelin xirash bo'ladi. Yine mal so'ygandan beri bo'lsangiz yaldiroq sircha bo'ladi ichida. Shu sirchani yemiradi bu. Biz yani asosiy xatomiz shu menisk yirtilgandan keyin doktorlarga boradilar, buni davolaydilar. Buni davolash mumkin emas.
Bunu operatsiya qilish kerak. Yirtildimi? O'sha sırası operatsiya qilish kerak. Operatsiya Shunda bo'g'im qilib yemirilmay qoladi. Ha, buni operatsiya qilib siz tikasmi yirtilgan yerini? Ish yo'l oldi. Buni degenerativ yirtilishda da olib tashaladi. Yirtilgan yerlari qisman menskektomiya deb aytiladi. Yirtilib yaroqsiz bo'lgan yerlari olib tashaladi. Yoshlarda ayrim hollarda tikamiz. Ha, atak tiksa bo'ladi, ona mı bo'ladi bunda? Tiksa bo'ladi, ona ham bo'ladi. Ularni tikamiz. Tiksa bo'lmaydi ularni olib tashlaymiz. Ha. Buning uchun maxsus kurslarda o'qiganmiz. Buni hozir dunyo bo'yicha hozir ham sport ketib turibdi. Tikish kerakmi? Ha. Yoki olib tashlash kerakmi? Shu to'g'risida hozir katta dunyo bo'yicha sport bo'lib turibdi. Endi shu sportlarida bizlar ham qatnashamiz. Yana yaqinda borib keldim. Şurada yine bir sertifikatim var yine. Şey pravda o meniske deydi. Anatomiya, patologiya. Tikiş gerek mi? Tikmeslik gerek mi de koydu. Şu doğrusunda yine neler bulup tuttu. Hazır hem şimdi sporlar bulup tuttu. Bize de degeneratif razılıklarda alt taşımız. Yine hazır hem yine akşam bir keserlerimiz yaptı. Bir yıl burun operatsiya teklif kılganmız. Bir yıl hem merde dolanıp oldu. Geldi akşam operatsiya qilib berdik. Neçə oldu? İzin neçə oldu? Hazır yaxşı. Arıqlar kaldı hocam. Bir ertengisi kaldı. Hazır yine bir keselini yatırdık. O hem merde dolanıp bu ağrı kamen tuttu. Geçim bilen biz ota etip çıkardı. Mecbur geldi. Bu masa adamlar mecbur bu masa operasyaya gelmedi. Şu bunun kesellerini doğalamazlık gerek lan. Davalaşma mı? Bir de bulup duran cereyanla miyeye barışını yok toktat durad vaktince. Miyeye ağrık barmağından keyin bu basıp yürüdü. Beter etedi bunu. Bu basıp yürüyenden keyin ucu bir mərtə yemirlədi, o meyiz ucu 2 mərtə yemirlədi. Beter oldu. Doğayın o gitedi da. Doğayın o gitedi da, bir de yemirlər. Şöyle keyin bize de köpeyince yine hazır yakında nöropatologlardan geldi. Nöropatologlar doğalan. İkinci dereceli boğum yemirliş keserlikini ucu 3. dereceye götürülen. Ondan ki astakına falan kesene vardı uzatayım herhalde. Çünkü doktorlarımızdan var. Şimdi biz elimizden geldi. Her kim özünün mutaxassislikini davalaşı gerekten. Bu artroz nöropatologunu keselemez bu. Ben düşüncümce birdeki ağrık yani signalla bilen miyeye varadı ku. Şuradaki signallar üzerinde buldu. Ne işe setmete öğredi. Prosto miyeye signal var mı indurttu. Bu beterleş bunu öğredi yemir. Beterleşeyim. Ana bu bendeki ay ana zemmelli ölmedik bunu dedi. Sen dedi bunu ötleştirmeyin bunun bize de gelse bu inoit bu muydu bu? Normal yaxşı olup giderdi bu. İnanılır internetten görüp çıkarmız. Nöropatolog reklam ettirdi. Plazma lifting roman dedi. Mümkün müsün o plazma lifting? Okuma o plazma lifting uğraştı. O tize okuluruz nöropatolog ne işemez ahır o. Bize mesela nöropatolog ne işini düşününmüz ki. Tren işini ne şamallasan işet doğalaşını bize bilinmez. Kardiyoloji yaralaş bilmişsiniz. Yürekte ertmeye bulsan işet doğalaşını bize bilinmez ahır. Kardiyologa veremiz onu. Bunlar da işetedi. Şu ne dedi? Plazma urtturtman dedi. Tiz ağrıkına dedi. Tiz ağrıkının sebebi ne yapıp tuttu? Hiç kim kızıkmıydı onu bilen. Bunun sebebini biliş gerek başla. İşler yamanlar, doktora barsan işler yaman. Toşni yankı vinaga çürmüydü da o toşni gereğine çürmüydü da başka ne ifanı bloklak koyarak nirini blokladı boldu. Köp inesine adamları eşittiresine köp adamlardan düşünüşlerini netemizden her kimin özünün mutaxassisi boladı. Doğru. Mutaxassise müracaat qilish kerak. Ben fakat tizza boğum bilen, çanaksan boğum bilen şug'ullanaman. Ortopediyani başka disk ortopediya bilen ham şug'ullanmayman. Bu disk ortopediyani özünün mutaxassislari bor. Disk ortopediyada bölümde özünün mutaxassislari bor. Biz endi onu bilen çukur teyine yetib borib bilmaymiz. Hamma sahani. Ortoped bo'lgan bilan ortopedik hamma kasalni qamrab olib bo'lmaydi. Shuning uchun qisqanadan ketganmiz. Qisqanadan. Instrumentologiyada 5 yil ishladim men onda Toshkentda. Shu yerdan bo'limlar bo'lingan. Tizza bo'g'im kasalliklari отдельный, umurtqa pog'ona kasalliklari отдельный bo'limda davolanadi. Shuning uchun bo'limlar yaratilgan. Endoprotez qo'yish uchun bo'limlar bor. Bu yerda kasal keladi, общий. Uning narsa bo'lmaydi-da. Men bo'g'ani tizza bo'g'im bilan shug'ullanaman. Çanaksan boğum bilen şug'ullanaman. Ne iş yoldurdu? Bir hem koydurup yurttular dedi. Endoprotez. Hava.
Endi 3-4 darajalarında koyduriladi. Atak. Konservativ lecheniya deb borilaveradi. Qachon oqsaqlanib, og'riqlar kuchayib, o'quldorlar bilan og'riqlar to'xtamasa, o'sha endoprotez qo'yish kerak bo'ladi. Shunchalik arraqa borincha olib borilaveradi. Ana shunday, nima? Yine sertifikatlarını, diplomlarını görüp durupsa bu sertifikatlar özünüzü bulavermedi. Yani neçede katnaşkan, neçelik bu tedbirde katnaşkan, çift devletlere barıp katnaşkan, şundan kim buladı. Bu diyelim gözde doktor gerek olsa, gözde doktor gerek olsa Kıvanç Klinik'e geçseniz buladı. Şu Kıvanç Klinik'e bir yutuku, şunun güçlü doktorlarını tapıp, aga şu bize yanında bulun, bize yanımızda durun. Şuna koyuptu. Va. Yine ondan tashqari yine banda üzerimizde oku kullanmalar. Bize student vaqtlarimizda bize bug'ini ruscha o'qidik, kitobda bilmadik. Hozir yine üzerimiz yazıp koymuş. Üzerimiz yazıp koymuş. Mesela bu harici tələbələr üçün. Yakında çıktı. Akşam hep geldiler bunu. İyi onda bize de birinci gün tutturmuza geldi. Yine üzerimizde neden okuyorduk? Yine mesela bir de yine bir de Özbek tələbələrimiz üçün. Bir de Özbek tələbələrimiz üçün. Bu İngilizce. Çift devletten gelip okutturak mı? İngilizce. Yine bir de Rus tələbələrimiz üçün. Hazır her kim özünün dilinde okuydu. Yine kitaplarını yazıp çıkarıp koymuş. Oku kullanmalar. Ondan tashqari yine monografiyalarımız var. Tizza boğumu doğrusunda yazılgan. Yine böyle yine. Bilek çiçekleri doğrusunda. Yine tizza boğumu doğrusunda yazılganlar yine. Bir de. Bu şunca yıllık praktikeden gelip çıkıp şu bölümlerine esaslangan kaldı yazılgan. Yine bunda yine Rusçası. Yine üşüladan okup özünün tilinde. Mesela Ruslar gelse Rusça okutamız, Medinist'ten. Özbekler gelse Özbekçe okutamız. İngiliz gelse, harici tələbələr gelse İngiliz tilinde ders veremiz. Axı buradan faydalanış gerek, şunca bilim var. Erten şahit yallaşı gerek bunlara. Doğru mu doktor? Ha. Sen güç kuvvet canın sağ olsun. Hazır bu videomuzda o bir klinike hakkında video edip durmaz. O kaysı nişik doktorlar var bir de kaysı bölümler var. Çünkü göz durmaz. Komenteri de yazsanız da bir anlı özü bilen oturup bir video işlemez. Yani yarım saat 40 minutluk bir video işlemez. Onun için savallarınız köprek olsa yine yazıp kaldırırlar. Oturup gürünleşemiz. Ya ki tankıcaya teklif etmemiz oturup şu anda gürün alamız. Doktor rahmet size. Canın sağ olsun. Rahmet. Keyingi doktorumuz xirurg şögede xirurgluk meselesi boyunca bir anda şögede bilen gepleşip gidemiz. Şögede assalomu alaykum. Doktor sağlığınız yaxshimi? Tinchmisiz? Siz yaxshimi? Bezovta qilmadikmi? Bir minut vaqt izlasak bo'ladimi? Şu real dünya obunachilasini görüp turibdi bu yerda. Siz davolagan kasallar ham görüp o'tirgan bo'shimda. Salomlashib. Salomlashib. Sağlığınız nechik doktor? Rahmat xudo. Şu xirurgiya bo'yicha qisqa siz bilan gaplashib qolsak, hozirgi holatdagi, hozir ko'p ushlab turgan narsalar bo'yicha, kasalliklar bo'yicha gaplashib olamiz. Kıvanç klinikasi bo'yicha общий gaplashib qolsak. O'tiring. Doktor. Bu yağ meselesi mi bu? Az görüp turganınız. Yo'q, hozir bu yerda Kıvanç klinikasida zamonaviy usullarda operatsiya qilib turibmiz. Hozir bemorlarimiz bizlarga murojaat qilib turibdilar. O'ttosh kasalligi, qorin oldi devori churalari, diafragmali churalar, gemoroylar shular bilan murojaat qildilar. Biza laparoskop yordamida maloinvazivniy kesmasdan, chak qo'ymasdan lazer yordamida operatsiyalarni amalga oshirib turibmiz. Yine evvel grijalarni, yine paxoy grijalar, diafragmanli grijalarni 25-30 santimetr kesip operatsiya qiladi. Lazım bize shularni lazer yordamida ameliyatlarni bajardik. Bir grijası mı? Yo'q, qorindagi grijalar. Qorindagi grijasi. Qorin oldi devori grijalari bilan shug'ullanamiz. Karındaki yağ o başka narsa o. Karındaki yağlar o başka. Bu başka narsa. Ularni endi qorindagi yog'lara shu balon qo'yib, operatsiyalar orqalatishimiz mumkin. 100 kilo, 120. Bu yani karındaki grija ne o neçetkende bilsek болады onu. Karındaki grija var. Qorindagi grijalar og'ir mehnat qilgandan kelib, fizический nagrузкаlardan kelib chiqadi. Şu bir de grijaga bağlı şunun dine ekan. Bir de grija şundan gelip çıkadi, doğru mu? Hava endi beldagi tisbashti. Og'ir mehnat qilganda, netganda, Jol yuklar endi. tug'ruqdan keyin bo'lishi mumkin.
Ağır mehnat. Xotin-qizlarda shundan keyin bo'ladi. Xotin-qizlarda tug'ruqlardan keyin uchrashi mumkin. Uni operatsiya lazer orqali olib tashlaysiz uni. Operatsiya orqali, lazer orqali amaliyotlarni bajaramiz. Necha vaqt ketadi unga taxminan? Taxminan 1,5 soat, 40 minut vaqt ketadi. Yo, bir de gelip chiqib ketince bir hafta ham bo'ladi buni. Ketince, даже lazerda qilinadigan bo'lsa, bemorlarimiz 1 kun yotishi mumkin. O'sha 2 soatdan turib yurib harakatlanishi mumkin. Lazer ham Unda amaliyot bajariladi. Unda qulay ekan. Sostaniyasına qarabdan bemorlarni. Даже hozir o'tlarni oladigan bo'lsak, laparoskop yordamida bajarilsa, bemorlarimiz 2 soatdan keyin turib yurib harakatlanishi mumkin. O't tosh kasalliklarida. Ava. O'sha operatsiyadan keyin 2 soatdan keyin turib yurib, даже 1 kun, 1 sutkadan keyin ruxsat bersak bo'ladi o'yina bemorlar. Evvel ötünü aldırganda yeter ediler 3-4 günler. 3-4 kunlar yotaradi. Narkoz berlemez o öt aldırganda? Avan bir uxlab turadi, narkoz bermasında ağırlık sezadi. Zamonaviy narkoz avvalgidek narkoz olibdi, 3-4 narkoz olibdi degan narsalar yo'q. Ekranda Kuvonch Klinika'nın telefon numarini koyamiz. Yine şu sizden savollarınız olsa yazıp kaldırыңlar. Qaysi mutaxassis bilan, qaysi yo'nalishdagi doktor bilan ko'proq video qilalı. Shunga qarab sizning yozgan kommentariyaringizdan kelib chiqib, doktordan iltimos qilamiz, boshqa doktordan iltimos qilamiz. Savollarınız bo'yicha yine doktorlar bilan maslahatlashgan holda sizlarga video qilib beramiz. Endi hech kim kasal bo'lmasin, lekin istijon degan yeri bor. Istijon degan yerida gözlü doktor nerede bor deb turganmizlar, Kuvonch Klinikasini telefon numarini ekranda qo'yib o'tamiz. Shular bilan gaplashsangizlar yine bo'ladi. Ish vaqtingizda doktor necha ikbedi? Shu azondan Her gün şuradasiz axir. Günde şöydamiz. Rahmat size. Lor'un yanına geldik Dilmurat'a. Yaxshi sağlık yaxshi Dilmurat'a stajınızda necha vaqt bo'ldi sizda? 7 yil bo'ldi. 7 yil, ha? Loş pakalab ishlamayman 7 yildan. Ha, yaxshi. Kuvonch Klinikada ishladi. Yani eslatib o'tib ketaman. Kuvonch Klinikasi yani gözlü doktorlarni olib qo'yibdi. Shuning uchun sizlar ham buni video qilib ko'rsatib turibmiz. Dilmurat'a hozirgi vaqtda shu Lor masalasida eng ko'p kelib turgan kasallik nima bo'lib turibdi sizning yoningizda? Yani ko'pincha kasalliklardan burun to'siq qiyshiqligi, gaymir bo'shlig'ida kistalar, bir de gaymir bo'shlig'ida burun suyagida qiyshiqlik, burunda et va poliplar va damog'ida adenoidlar, adenoid vegetatsiyasi bilan ko'p kelib turibdilar. Keyin xronskiy tanzitlar bilan. Yani tanzit bo'lgan vaqt odamda tez chiqadigan bo'lsa, masalan 6 oyda bir va Engina. Ava. Oddiy tilda aytganda engina shevada aytganda. Shu engina tez chiqaversa, ko'pincha bo'g'imlar shamollashib berib, revmatizm berib kelib turibdilar. Bunday holatlarda enginani to'liq tanzlik tam etib olib turibmiz lazerda. Ana ölmang. Endi siz o'tiring ichida. Engina qo'zg'adingiz, men sizga savolim ko'p. Engina masalasida birov aytadi aldırıp tashlatish kerak deydi. Birov aytadi o'zi u filtrini aldırmaslik kerak deydi. Endi engina agar aytdim-ku, konservativni davolaganda, o'qul bilan davolaganda qaytmasa, tez chiqaversa, antibiotik ko'p olaversa, agar takrorlansa, konservativ davo samara bermasa, operatsiya qilish kerak. O'zi pokazaniyasi bor-da, tibbiy pokazaniyasi. Normadan kelib chiqib o'tiradi. Analizlarda organizmda yollanış belgilari oshsa, leykositlar ko'payib ketsa, qilish kerak. O'zi tibbiy pokazaniya to'g'ri kelsa, to'g'ri kelganini olamiz deb aytib bo'lmaydi. Tekshirib, qonazdan tekshirib ko'rib, agar analizlar shunga tarsa, bemorning shikoyatlari shunga tarsa, qilinadi. Enginam tez chiqib turibdi deb aytiladi. Necha vaqtdan necha marta chiqsa? Yani bir ayda 1-2 marta chiqish tabiiy. Agar 2 va undan ortiq ko'p chiqsa, masalan 1 yilda 1-2 dan ortiq ko'p chiqsa, 4-5 martaga 6 marta chiqadigan bo'lsa, Yilona. Ava. Oyina emas. Engina ichida yiring turadi. Yiring organizmni qaytadan naborot zararlaydi. Yiring tarqaladi mera. Buyrakka boradi, jigara boradi, yurakka borsa, yurak klaplarini shikastlashi mumkin. Mushaklarni shikastlashi mumkin, perikardit berishi mumkin, bo'g'imlar borsa, revmatizm, poliartrit berishi mumkin. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun olinadi. Dash yaqinda bir operatsiya qildik, shunda bir bemorimizda shunday bo'ldi, nefrolog bizlarga chiqdi. Nefrolog buyrak doktori, yani buyrak bilan shug'ullanan doktor. Shu bemorimiz qizil siygan, tekshirib ko'rsalar, haqiqatdan engina tez chiqadigan. O davolab, yani belok chiqqan, organizmda sidikda gematuriya chiqqan, sidik analizlarida davolab bo'lib bizlarga berdi. Biz enginasini oldik, keyin bemor yaxshi bo'lib ketdi. Shungacha yaxshi bo'lmadi. Tushunib bildimmi? Engina tez chiqqan bemorda. Tez takrorlagan ekan. 2 oyda bir marta chiqdi degan gap, 2 oyda bir marta engina chiqdi degan gap, tez degan gap bu yilini 6 marta bo'ladi. Endi ava tez degan gap. O'zi bemorning o'zi biladi u shikoyatlaridan. Oyoqlarim og'riydi, qo'llarim og'riydi, og'ir o'tadi menda deb. Biz o'zi vizualni damoqni ochib ko'rganda bilamiz-da unda. Oq gnoy bo'lsa, yiring bo'lsa olib tashlaymiz iloji boricha. Boshda davolab ko'ramiz, samara bermasa olib tashlaymiz.
Indi burunda et ösüş meselesi. Nodan gelip çıkadı o? Burundagi etlarning sabablari juda ko'p. Burunda et o'sishidan sabab yana har xil spreylarni sepadilar. Doktorlar bormay turib, bemorlar o'zlari aptekadan so'rab oladigan sprey sepadi. Ha, havo yaxshi tortib turibman, nafas olishim yaxshilashdi. Spreyni 5-7 kundan ko'p sepish mumkin emas. Bunga qaramlik bo'ladi. Bularning tarkibida gormon bor, bu ham o'stiradi. Ikkinchisi chang. kimdan olish kerak? Ikkinchisi chang va tutunlar. Shunday muhitda ko'p ishida odamlarda ko'p bo'ladi. Ko'pincha tekchi bolalar, ko'pincha hidli narsalarni ishlaydi, sartaroshlar masalan. Ko'p narsalarni ishlatadilar, ximikatlarni. Shular burunga bir ta'sir qiladigan etlarni shishiradi, allaga beradi. Shunday odamlarda ko'p uchraydi-da, burundagi etlar, poliplar, adenoidlar. Xo'p, lor bo'yicha sizlarga bir to'liqroq video etamiz. Savollaringizni yozib qoldiringlar. Oxirgi savolim bor. Quloq ko'lisiz, sori vash chiqadi, kukundin. Bu oltin gul. Avval bo'lmagan bu. Oltin gul deyiladi. Bu oltin gul o'zi normal odamlar chiqib turadi. Qachonki bu ko'p holatlarda chiqolmasligi kerak, ko'p odam chiqoladigan preslab qo'yadi kirni. Preslab qo'yadi va itarish natijasida quloq paydan to'shib qo'yadi. Aslida bu mumkin emas. Agar quloqi diqilsa yoki gijisa biron narsa bo'lsa, lora kelib, yana lor kombaynda endoskopda kamerada o'zidan ko'rsatishimiz kerak-da. Unda bize kül çöpni olamiz, endi ko'lab o'tiramiz. Mumkin emas. Lor mutaxassisga ko'rinish kerak. Biz uni ko'rgandan aytamiz, o'zi quloq diqilgan vaqtda kirgi bo'ladi. Diqilmasa durgani u foyda, himoya vazifasini bajaradi. Chunki hasharotlar kirganda ushab qoladi. Issiqdan, sovuqdan saqlaydi, himoya vazifasini bajaradi. Qachonki quloq diqilsa, bu kir olib tashladi. Unda bize kül çöp bilan quloq ko'lab o'tirmaylikmi? Yo'q, iloji bo'lsa, iloji boricha to'rini, ya'ni ichan tarafini ko'p ko'lamas kerak. Yuzak qismini ko'lash mumkin edi, suvni olish maqsadida cho'milgandan keyin. Lekin meditsina tomonidan vrach sifatida bizlar quloq chiqarishni umuman tavsiya etmaymiz. Iloj bo'lsa, shikoyat bo'lsa bizlarga ko'rinish kerak. Bizlar ko'rib tavsiyamizni bergandan keyin namoyish bo'lsa. Quloqni yuvdirganda og'riymi? Umuman og'rimaydi. Hozir darsi bizlar quloqni ham yuvmaymiz. Kamerada, endoskop lor kombayinda kamerada giramizda, asosda sovdirib olamiz. Hozir yuvish ko'p yerlarda o'sha modadan qolyatirda. Standart bo'yicha va doğru quloqqa kamerada giramizdan asosda tartib olamiz. Quloqni kiri yumshoq bo'lsa, qattiq bo'lsa yumshatib olamiz shuni. Artib yağ salamiz. Yağ salamiz, pirik salamiz, o'zini sog'lom maqsad. Prisosni va kichkina kiradi. Changlar polisi deb atashadi. Bu. Avvalgi napor yer, oyoq qo'l yumshoq. Ko'pchilik holatda kuzatilib turibdi. Ko'p doktorlarimizda, yosh doktorlarimizda, yuvamizda boradi bemorlar, yugan holatlarda hammamizdan bo'lishi mumkin. Bemor darpanda beradi yoki suv naporunda quloq pardani to'shish holatlari bo'lib turibdi. Kamdan kam. Shunday bo'lmasligi uchun, shunday holat bemorning pardasi to'shilmasligi uchun zamonaviy usulda og'ritmay, yuvmay olib beramiz. Asosda prisos deyapmiz-da, aytganingizdek. Asosda tartib olamiz. Zamonaviy rivojlangan texnikalar, yana Quvonch klinikasida bor. Shuning texnikalaridan birisini ko'rsatib ketamiz, 3D. Toza geldi. 3D rengimiz ham keldi, yaqinda keldi. Bu sizlarga dim qulay bo'ldi lekin u. Diagnostika uchun dim yaxshi. O'zi kelgan bemorni 100% 3D rentgen yetishimiz kerak. Chunki frontalniy bo'shliqdagi frontitlar, shamollashlar, gamil bo'shliqdagi renkistlarni 100% tashxis qo'yib beradi. Bu bemorlarimiz uchun yaxshi. Oldindan og'ir oqibatlar olib kelgan kasallikni ertaroq aniqlaymiz-da. Shuning uchun bizlar dim katta yutuq oldu. Endi xudo xolos hali emirtam olish niyatlarimiz bor. Yo'lga qo'yiladi asosiga. Hozircha 3D ham zo'r bizlar uchun. Qo'lingda texniking bo'lsa azatib ishlaysan. Bular ham azatib ishlaydi. Men bularni bemor bo'lib keldimmi, menga ko'rsataman. Yana ko'zingiz bilan ko'ring og'a. Emin ahvolda hozir. Ko'pchilik bemorlar bilmaydi nera borishni. Kallasi og'riydi, nera patologga boradi. Tekshirib ko'rsak, bu yerda yiring kista bo'ladi-da, gamil bo'shliqlarida. Ko'p davolaydilar, natija bo'lmaydi. Yana og'riq vaqtincha qoladi. Keyin yana bir oydan keyin yana og'riydi. Kelib biz yanimizga kelganda biz MSTga 3D rentgen etib ko'rsak, bu yerda yiring bo'ladi. Yiringni yuvib davolaymiz. Kista bo'lsa kistani operatsiya etib olamiz. Shundan keyin bemor 100% sog'lom hayotga qaytadi. Bular o'zlari bilmaydi, tekshirmagandan keyin. Yana bir yer yaxshi ekan doktor. Neyde neyrudan o'tgan hammasini ko'rsatadi. Hammasini ko'rsatadi. Yo'q, mozor ekan. Doktor sizga rahmat. Savollar bo'lsa yozinglar, lo'rlik yeri bo'lsa yana Murat bilan o'tirib guning etamizdan hamma savolga javob beramiz. Yana 100 joy bo'yicha o'sha sunyaklarni bu nerv damarlarni o'tgan hammasini ko'rsatib beradi. Endi buni yerinde yaxshi. Siz burunni operatsiya qilsangiz kerak bo'ladi sizga 100 da yanqi nima deydi? Dish qo'ydirsangiz stomatologiyada kerak bo'ladi. Ularning ichkina kerak bo'ladi. Doktor bilmaydi. Ishlarga implant qo'yacaksizku. Shuning yerinde ishidan nereden damar o'tgan nerv damarlar shularcha ko'rsatib beradi bu apparat. Bu apparat endi toza keldi. Stomatologiya bo'yicha ishlab o'tirganlar yoki dish doktori ishingiz tushdi, boshqa bir kuchli doktorda bordingiz dish doktora
İşüvəcə yerdisində bir görübərlikdə bir implant koyacak vakti gerek olan. Şu vaktan Kıvanç Klinik'e gelseniz, ben şu vəcə bir düşüp gidecek mən deseniz, karşısına gerek düşüp, şu doktorun numarını açsanız, buna telegramda atıp aradı, yani disk taşa beraber fail variantını. Doktor onu da görədidən, hey bir de nevrodamar ötken eken. Demek bir koysa olmuyor, bir koyuş gerek. Ya ki nitçəli çukurlukta koyuş gerek, yani implantını. Aşının yerinde stomatologiyaya varsanız size bu nerse gerek oladı. Ya ki de burunlu, ferzendinizini, ya ki yüzünüzünü, burun boyunca mamma bu. Ya dıkılgan, ya ki çatlagan şu vaxtı, yaş vaxtınız vuruşlu, patır etmeye vaxtımız olsa. Aşının yerinde neyden sıngan, neyden çatlagan, neyden kıçagan, hemmesini görüp basam oladı. Bu indi taze teknika bu. Taze teknika, taze teknologiya. Toş yani milimetre aytadığın aparat bu. Şimdi kımmat duradı bu nerse. Şu aparatta indi xarasında bir 3-4'sü olsa birisiyle Kıvanç Klinik'e. Taze teknologiya geldi. Başka da bir görüp durgan bolsanız diş doktora mı ya başka bir нәрсе görüp durgan bolsanız bu vəcih üçün köpüyede sərsan bolup yurtdu adam bu. Neydə bar ekan? Doktor aytdı bana, neydə barsam boladı. Yine Kıvanç Klinik'e baş şu нәрсе. Ekrandaki numarayı bilen telefonla açıp gelinle gecikse 7-8'e açık oladı bir. Azam da 8-9'da açıladı. Telefonla açıp gelsiz uçurtalık koyunlar, lekin adam köp boladı bir de. Karşı sert palana barama aykıyız. Şuna yazıp koy, palan kesip de oldu geliriz, düşüp gideverəsiz. Yine ki, yine əpkemle siz doktorunuz numarayını açsanız ihtiyacı çıkacak diyen doktorunuz numarayını alıp gelin. Telegramdan taşa verədiler failini. Ya ki de bu masa fleşke bir nəsə taşa verədi. Yoksa kağıza çıkarıp verin bunu, bula verədi şu an diziniz, kağıza çıkarıp verədi. Zaman şu derece rivajdan gitti. Evvel gidin, doktor immanı yazıp verdi diyen gep yok. Doğru failden girerden, palan kez. Girip poni danı bina, işilanın hemmesini, bir neçə santimetreden kendi iş koysa buladı, ya milimetre, hemmesi o tüyde o gösterdi bu нәрсе. Şu derece veç. Zaman şu derece rivajlandı. Kıvanç Klinikasında baş şu vəcdə. Getdik dalçı görəmiz. Faruk hamı köpçilik adam danıydı, plastik xirurg. Yani yüzünüz, fərişlər, gösterdim xiylısı yine. Doğru mu? Yüzümden nur yağlayıp dursun doktor dediler ki. Yakın sağlık zaksı. Köpçilik sizde sakal boyunca hazır. Köp rivajdan gitti dekin plastik xirurg. Ama Hakkı düşünün bu gitti. Ahırda 5 yılını alaverin. Kanıslan. Dün köpeti salması falan. Assalomu alaykum. Hammaga ma'lum Farruh, familiyam Matayev, plastik estetik xirurgman. Hozirgi kunda Quvonch Medical Center'da o'zi ish faoliyatimni davom ettirib kelaman, ko'pchilik biladi. Doktor O'tiramizmi? fark yok. Gel. Siz bir oturup bir görünlersek Yangiz bana o'tiring. şu derece rivajlanıp gitti şu plastik xirurg diyenlerse Ay. esasen kıysadan köpek gitti. Ha, ayollardan. Hava ayağladı köpek Ayollardan. gitti. Şu derece hoşayı buldurtma ağzını. Endi bir narsani biling, bu birinchidan albatta chiroy birinchi o'rinda deb aytib bo'lmaydi. Birinchi milliy narsadan, masalan, yuz bilan bog'liq odamlar kompleksi bor. Misol uchun tug'malar kemtiki bilan, masalan, zaychiy gub, vrajjon anomallar bilan dog'lab odamlar bor. O'zi bu kasallik hisoblanadi. Bu rekonstruktiv jarrohlikqa kiradi. Bizda nafaqat plastika, rekonstruktiv jarrohlik ham qilinadi. Ikkinchi o'chirda ana o'zi plastika, estetika taraflama yetiladigan holat bor. Masalan, dum ko'pchilik odam oxirgi vaqtda o'zi masalan ko'z qapoqlari, yo bo'lmasa burun yoki bo'lmasa facelifting, ya'ni yuz tortish amaliyotlarini qildirib turibdi hozirgi kunda. Yüz tartış etilip durmuş Kıvanç Klinik'de varmış. Albatta. Misal yaş ketdi epkemler var, halamlar var misal üçün. Albatta. Bu masalan tug'ma-to'z hammamiz boshimizda bo'ladi. Nima uchun yosh o'tgan sayin baribir qarish tezligini to'xtatib bo'lmaydi. Hammamiz bir kunga qaraymiz. Bu yerda amalojish, ya'ni yoshartirish operatsiyasi hisoblanadi. Misol uchun ko'z qapoq operatsiyasi qilinganda odam bir 10-15 yoshga yosharadi, yosh ko'rinadi baribir. Misol uchun. Burun operatsiyasidan yosh vaqtidan masalan ayollar kelsa, yosh vaqtidan bir izdivatsiya etib, gulib, bunni palan deb kelgan odamlar bo'ladi. U holatda masalan burunni xo'shay bo'lish vazifasi yo'q. Burunni nafas olish degan vazifasi bor. Nafas olishi bilan yana chiroylashtirib, rinoplastika qilib bersa bo'ladigan jarayonlar, proseslar ketib turibdi hozir klinikada bo'lmay. Hem hoşay bulup duradı hem nefes alıp duraveradi. Endi misal kulak meselesinden çıkıyor. Quloq autoplastika albatta sholpon quloqlik bilan keladigan bemorlarimiz ham bor, uchraydi bu narsalar ham. Ya'ni yuz umuman